Türkiye'nin ataqlıq yazğıcısı Reşat Nuri Gontikin'nin Şenjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Çalı Quşu namlıq romani. Bu roman Belqut şirketida avazga ilinib, Belqut torida anlatıldı. Xeyli vaqt o'tgan edi. Kamran uydagilarning ansirishini bilsa-mu, nima uchundir ketgisi kelmaydi. Go'yo ko'ni bir tushning izlarini izlayotgandek yo'llarda hayal bo'ldi. Yiroqda ko'cha eshigi oldida oq ko'nglaylik bir ayolning qarshi ko'rindi. Bu Mojgan edi. U ko'pincha kechqurunlari kichik bolasini ko'chaga elib chiqardi. Qo'ltiqidan tutib bolasiga minishni o'rgatdi. U Kamranni ko'rish bilan yiroqdilla qo'llarini pulanlatdi. Nimanchimi ostimangsan Kamran, shu chaqchi nalarda yurding? O'zimcha Mojgan, havo bekmi yaxshi. Bugun Mojganning yanada bolasi yo'q edi. Ahvolida bir xil g'alitilik bo'lib, doim xotirjam ko'rinadigan yuzida sal-pal hayajon ifodalanadi. Sa'nim bo'ldi Mojgan. Yaş ayol bir nima demoqchi bo'ldi-yu, shu an so'z topolmadi. Bir qadam kayniga dojib, eshikdan ichkaridagi burjakni ko'zdi. "Qarag'na Kamran, bugun kim keldi?" dedi. Kamran ajablanib beshini buradi. Ichkirki eshik beshidagi chiroqdan tushib turgan ko'kish yo'riqlik ichida Faridaning shahla ko'zlarini ko'rdi. Havorang nur ichida chaqnab turgan bu ko'zlar kuladi. Bir oz sulg'unda suzilgan go'zal yuzini kuladi. Farida yenidala qalbining ichida kuladi. Kamran sal sandiraklab ketdi. Bu shirin yo'qolib ketishidan qo'rqqandek birdan ko'zini yumdi. Yanada yo'lni pog'idek bir nima izladi. Ular bir-biriga aytadigan so'z topolmay titrab qarashardi. Lavlari kulimsirashga harakat qilsa-mu, ko'zlarida yosh parda tortadi. Mojgan bu minutlarning ig'irligini sezdi-da, Faridaning qo'lidan tutib Kamranning oldiga keldi. Cho'nqur ma'niga to'lgan ovozda: "Bir tuqqanning bolalari qachonli bo'lmasin, bir-biriga qarindosh bo'ladi. Faridaning akasi bo'lmag'achqa, sen uningga aksan. Kamran, singlingga xush kelibsan desangchi?" dedi. Kamran texchilar bir narsa deyolmay turadi. Sal egilib Faridaning chochlariga lavlarini tekkizdi. Keyin quliqiga pichirlayotgandek bekmo past ovozda: "Sizni qaytadan ko'rish xushalligimni ifoda qilish uchun so'z topolmayman Farida xonim," dedi. Bu so'z Faridaga g'ayrat berdi. U xuddi burunqidek sap jarangliq ohangda javob bermoqchi bo'lib edi, nemishqidir ovozi mo'ngluq ham titrab chiqdi. Teşekkür Kamran bey. Men baxushal bo'ldim. Qachon keldingiz? Bugun tushga yaqin. İstanbulga 10 kun avval kelgan edim. Hech qaysinglarning yo'qligini bildim. Hammalarini bekmi seg'ingan edim. Balkim sizlarning ichinglardimi, meni ko'gisi kelganlar bordi deb o'yladim. Uning ustiga soyatga uginib qolgan kishi uchun taqir-taqir kelish hech gap emas Kamran bey. Mojgan yana so'zga aralashdi. "Voy tova, xonim bey degan takalluflarning nima keragi? Hozirla dedim-ku, sizlar qarindosh bo'lasizlar. Shunga Farida, sen Kamranni aka desang bo'ladi." Ikkilislar yerga qarab oldi. Farida pedinon mayroq: "Rostilla aka deyishimga ruxsat qilamsan Kamran?" dedi. U javob kutib Kamranga qaramaydi. Parqiraq qo'ng'izlar mig'ildigan qorong'ulikdan allanimalarni izlaydi. Kamran ma'yus bir qiyofatda javob berdi: "Xoliqningcha bo'lsin Farida. Nimani xohlasang ixtiyor." Endi ular xotirjam so'zlashadi. Farida bu sayohatini qisqalik qilib so'zlab berdi. "İstanbulda ba'zi ishlarim bor edi. Boya aytganingdek hammalarni bekmi seg'indim. Doktor tag'an 2 oylik ruxsat berdi. Hammalarni sog' salomat ko'rib, bekmi xursand bo'ldim.
Senin beşinge eğir külpet düşüptü Kamran. Bunu İstanbul'da anladım ve bekme kaygurdum. Rafiqаңdan şuncha tez ayrılıp qağının bekme yaman boptu. Lekin balam barken, Xuda Necdetke anasının ömrünü mü birlik koşup bersin. Balang neme degen çıraylık Kamran. Şunçilik mesikim keldi ki, biz tezli çıkışıp ketdik. Kuchqindan düşmedi. Ishqilib men balalar bilan bekme asan do'st bo'lib ketaman. Farida so'zlagan sira echilib, so'zlari, qiliqlari bilan burunqi sho'x, yenik bola holatiga qaytib bordi. Uning ovozini anglash, lavlarini kech qorong'uligida chaqnagan shahlo ko'zlarini ko'rish shunchalik bir baxt ediki, yosh yigit hech nimani o'ylamaydi. Hatto uning boshqa birisining ayoli ekanligini, bu baxtning bir oy, 1,5 oydan keyin tushga aylanib ketadiganligini xayoliga keltirmaydi. Faqat o'zining kelganini ishkirdikilarning bilib qilishidan qo'rqatdi. Axir qo'rqini bo'ldi. Ishik yanida ularning gaplashib turganini birinchi bo'lib Narmin ko'rdi. Kichik qiz vaqirab-jaqirab Kamranning kelganligini xabar qilgandan keyin ularning yeniga yugurdi. Faridani quchoqlab olib, "Seni unutmaganligimga Kamran akam guvoh Farida hada. Qizil ko'nglaylik hadam deb Kamran bilan doim so'zlashatdik. Shundaq-ku Kamran aka?" dedi. Shu oqshomgi kechki tamoq bir to'y ziyofatiga o'xshab ketdi. Dasturxonning to'rida o'ltirib, balalarda qiziqchilik qilayotgan Azizbey, "Voy chaliqushi, sen meni yomon hasratga qo'ygan eding. Ismingni anglasam yig'ilib atgudek bo'latdim. Demak seni shunchalikmi yaxshi ko'rdi ekanman?" deydi. Shuncha yillardan keyin ko'rishdan umid uzilgan bir kunda o'ziga qaytgan chaliqushi bu yerga yolg'iz, xushalliqli emas, balki o'tib ketgan kunlarning hasrat va muhabbat bilan to'lgan bir parchasini birga elib kelgandek qiladi. Hamma yuzlar kuladi. Hamma qalblarda ochiq derazlardan ishkirsiga kirib, lampalar atrofida aylanib yuradigan parvonalar. Kecha hasharatlaridek allaqanday bir narsalar titraydi. Tamoqning oxirida Basima xonim ahmiyatsiz bir narsa davitib birdilla yig'lashga boshladi va darhol yeshini erdi. Faridaning opsi ko'zidan aslab ko'nglim buzildi, dedi. Kamranning o'g'lini tizig'i o'tirg'izib, o'zim yegizayotgan Farida beshini silib, yuzini bolaning seriq budri sochlari orasiga yushirdi. Bir ozdan keyin yana boyqa xushallik asliga keldi. Shu arada Basima xonim eri bilan Trabzon shahrida turadigan Najima haqida gap ochdi. O bechorami qayg'uda. Uning bir tal qizi o'tgan yili bo'g'ma kasali bilan o'lib qoldi. Dilqut xazinasi cho'nqir bir o'xtadi. Bu hasratni men topgan hamma. Mening bolam shu kasal bilan o'lib ketdi, dedi. Dasturxon atrofidagilar hayron bo'lib, bir-biriga qarashdi. Aysha hamma, "Demak, sening bolang bo'pti-kanda, biz bilmabdimiz Farida", dedi. Farida g'amgin holda beshini chayqab turib, "Oltindek bir qiz edi. Shunchalik chiroyli ediki, bolamni saqlab qolishga mumkin bo'lmadi", dedi. Oysha hamma qayta so'radi. "Bolang necha yoshda o'ldi Farida?" Farida soddilik bilan lablarini purishtirib, 13 ga to'shqan edi. Texi dastlabki paranjisini tiktirmagan edim. Hatto qiynona bo'laman deb o'ylagan edim, dedi. Dasturxondagilar qoqoqlab kulishib ketdi. Azizbey, "Voy chaliqushi, 100 yoshga kirsangmi, yana saranliqni, chaqchaqni qo'ymaysan-da", dedi. Faridaning 13 yoshli qizim bor deginiga hammasi kuladi. Lekin Faridaning kirpiklari yoshga to'ldi. Najdatning borig'i texmi chang bosdi. So'zlagan siri kuchaygan mayusligi bilan ularga Monisaning hikoyasini aytib berdi.
Şu akşamı xeyli uzungacha o'ltirishdi. Aziz bey turib. Farida qizim, yo'ldan kelding. Endi yotqin, deydi. Allaqachon uxlab qolgan Najdatni quchog'idan tushirmagan Farida kulib turib. Kerak yo'q anishta. Men sening aranglarda bo'lsam, yaxshi demagan bo'laman. Meni yolg'izlik harg'uzdi, deydi. U chaqnab turgan shahlo ko'zlaridagi, sal qisqa lavlaridagi zodini yo'qmagan kulimsirash bilan soatlarcha so'zladi. Endi burunqi chaliqushi tamamen uyg'ongan edi. Hammasi qiziqib quloq sag'inini ko'rgan seri so'zlarini chaynab, yaxshi ko'radigan erki bolalar qiladigan yaqinlik va nozik qiliqlar bilan lavlarini purishtirib, tilini tishlab, qo'zlarini ichiga tortib, to'xtamasdan so'zlaydi. Xushliqidan mast bo'lib o'ltirgan qiyra anishtisi ko'ni chaqchiqini qilishdan o'zini tutib qoladi. Kichik vaqtida yuqorqi qalbini barimqi bilan chimdib turib, "Xat seni chaliqushi, xat. Mening giloslarimni o'g'irlabsan-a? Qini qaytiribdi", deb qalbining uchidan majburiy so'yatdi. Atrofda ko'tarilgan qattiq kulgilar ichida undaq qilmagan anishta deb vaqirgan Faridaning inkidan tutib, yana bu chaqchiqini takrorladi. Keyin Faridaning yuziga tikilib qaradi. "Qandoq qilay chaliqushi? Gunoh senda. Uy o'choqliq bo'lsan, mijozing bo'lsa, texchi boladek. Hatto yuzingmi, chiroyingga qarab, hech kim seni yoshjugon demaydi", dedi. Kamran o'ltirgan yerida sarg'ayib ketdi. Tunji qitim chaliqushining boshqa birisining ekanligini mushu minutda his qildi. Anglayotganlar Bel Qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shu kechidan keyingi 2 kun ichida Kamran Faridani bakmo kam ko'rdi. 10 yil avvalgi chaliqushi takir taqqa kelganida tangtush bir necha qizlar bilan do'st bo'lgan edi. Hozir ular uy o'choqli xonimlar edi. Kunda kelib Faridani zodili bo'sh qo'ymaydi. Soatlab o'ltirg'ini yetmagandek qaytishida chaliqushini birga et kelib, uyma-uy, bog'ma-bog' o'ynatadi. Kamranning ichidan hasrat chekayotganligini ko'rgan Mojgan xushal bo'ladi. Ko'zlari kulib tursa-mu, shikoyat qilib shunday deydi. "Qanday qilamiz? Bizga oshmaydigan bo'ldi. Mayli, o'ynab ko'ngli ichilsa bo'ldi." Bu 2 kun ichida Kamran Faridani bir qitim tomoq vaqtida, yana bir qitim paranjiga o'rinib, ko'chadan kirib kelayotganda ko'rdi. 3-chi kunmi keldi. Kamran odatiga qarashi bekmo sahar turgan edi. Atrof yo'rishqa boshlagan bo'lib, chahar bog'dagilar texi uyquda edi. Kamran uyning derazasining oshqinida bog'chada yurgan Faridani ko'rdi. Derazaning ochilganini o'mi sazdada beshini ko'tardi. Yana chiqib kelayotgan quyoshga qo'lini soy qilib turib. "Uyg'ondingizmi, Kamran bey? Mijozlaringiz o'zgarib ketibdi. Buralarda sizga uchimlab tash, qar etishga to'g'ri keladi. Siz Anatoliyaliklarga azroq o'xshab qolibsiz. Men o yerda mushchada o'rnimdan tursam, o'rin yuzga kun tushkichimi uxlandi deb meni ayblaydi." Uning burunqi yilik chaqchaqchi chaliqushini asildadigan bu so'zlarni so'zlayotgan ovozida yurakka orom va pok hislar bag'ishlaydigan tiniq oqar suvning ohangi bor edi. Kamran tortinibroq so'radi. "Menmi chiqaymi Farida?" U teqchilar qo'lini peshonasidan tushirmay turib, yana burunqi chaqlardagidek yoshirincha zangliq qilib, "Salqin havoning nozik vujudingizga azor yetkazishidan qo'rqmasangiz chiqing. Sizni Anatoliyacha mehmon qilaman", dedi. U Kamranni yo'g'on yangoq daraxining ostiga itpadi. Oqshom untilib qolgan bir o'rindiqqa o'ltirg'izdi. "Endi meni bir oz kutasiz, Kamran bey. Biz takalluf qilishmaydi deyishgan-ku.
azroq sabr qiling. Birdan hurmatsizlik qilishga petin olmayman. Uningmi vaqt ketidi. Kamran kulib turib. Lekin bu texim cho'ng hurmatsizlik Farida. Meni siz Kamran bey desangiz, xuddi sanglik qilgandek to'yiladi ekan. Buningga yo'l qo'ymayman. Farida kulib etdi. To'g'ri deysiz, haqqingizda. Undaq atmaslikqa tirishiman. Endi menga ruxsat qil, sana sut qayntib kelay. Farida, avar bo'lma, o'tinib qolay. Undaq dema, bekor avara bo'lasan. Anatoliyalik ayol uchun eng cho'ng hurmat uning ish qilishiga, xizmati bo'lishiga ruxsat qilishdir. U qisman chaqchaq, qisman mung bilan so'zini davomlashtirdi. O'zimizni boshqalarga yaratish uchun uy ish qilishdan boshqa bizning alaylikimiz yo'q. Baq ichida qo'lida evrib, qushaqlarni terib yurgan bog'ban bilan so'zlashayotgan Faridaning ovozi anglanib turardi. Oxir o'g'ri chiqib turgan qaynagan sutni ko'tarib keldi. Bu sut ko'nglimdagidek bo'lmadi, Kamran. 3 kundan keyin. Bugun kunga nima? Dushanba, payshanba kuni saharda seni atigalik ziyofatga taklif qilaman. Ayni qo'yning sutini ichsan, andan boshqa bir narsani ko'rasan, tatliq meva, bu mening bir sirim. Qanday narsadir deb qiziqmaysan. Voy Alloh-ey, muncha hissiyatsiz bo'lamdi o kishi. Men senga deb beray, qo'yni 3 kun omad bilan boqaman. To'g'navatamsan, Kamran? Havomi salqinroq. Dasina hammamning Saran qiz, o'g'limni kasal qilib qo'yding deb mankayishini xohlamsan? To'xtab tur, sharpamni senga beray. Men salqin shamollarga ko'nib qolganman. Farida qizil yung sharpini bo'ynidan oldi. Atdigalik salqin havoning ta'siriga uchirgandek, sal titrgan Kamranning mo'rlarini ko'krigini o'rab qo'ydi. Kamranning ko'z oldiga 10 yil avvalgi bir oqshomning xiyoli keldi. Ko'zya tegidagi chahar bog'ning tashqiriki ishiga oldida xuddi hozirgidek o'zining so'sin chaqqan paltosini mo'risiga yepib qo'ygan, qora partuq tortgan, ko'lt ko'ngleglik kichikkina maktab qizini. Uning ko'k siyo bilan bo'yalgan barmoqlarini ko'rdi. Cho'ng odamlardek, "Endi seni asrash mening vazifam" degan ovozini anglagandek bo'ldi. Kamran, esini yo'qotgan odamlardek nimaga shunchalik qetib qolding? Sutni to'kib etmay yana, tizlaring ko'yib qoladi. Hech narsa. Esimga bir narsa tushib qoldi. Farida uning esiga tushgan narsani so'zlashini to'smoqchi bo'lgandek ittikla. Meningmi esimga hiliqi seni mo'rangda sharpi bilan ko'rib, Kamran xonim deganim tushdi, dedi. Farida ishni tugatgandan keyin Kamranning o'dilidagi pagar bandiga kelib o'ltirdi. Qilin sudam bursa ipikidan kang tashaq qilib tikilgan ko'ngliki o'ziga yarashib turardi. U jaynikini tizig'i qo'yib, oliqini bilan enkini tirab o'ltirib so'zlashga boshladi. Kamran tunji qitim uning yuzini shunchalik yorqin, shunchalik yaqindan ko'rib o'tadi. Bu yuz bir oz o'riqligan, sal so'zilgan edi. So'zilish ko'zlarini texmi cho'ng ko'rsatdi. Ko'zlarining atrofida bilinmas harg'inlik jilva qiladi. Chala qushining 5 yil avvalgi chaqnab turadigan ko'zlarida o't taptidan suvlashgan gullarning qismida ko'rinadi. Ammo bu ko'zlar yanala burunqidek kuladi. Burunqidek ma'sum bir dodinlik bilan yiqmay qaraydi. Faqat endi Kamranga burunqidek bu ko'zlarning cho'nqirligini, tövini ko'rish mumkin emasdek bilinadi. Chechini sahro qizlardek o'ttirsidan ayirib, ikki tal o'rib qo'yib etgan edi. Chash shundoq ching tortib o'rilganki, chek terisi tortishib, qoshlarining kengaygan quyruqini sal yuqoriga tortib turadi. Suzuk terisi ostidagi inchik ko'kish tomirlari ko'rinib turadi. Kamran uning so'zlaridan bakrak ovoziga mahliyo bo'ladi.
bu chiroyli yuzni tomosha qilib etib bir narsaga diqqat qildi. Faridaning rangi oila hayotini kechirayotgan yosh ayolning baxtli chiroyiga o'xshamaydi. Bu yuzda o'smay turib suvlashgan gullardek ishq muhabbat lazzatini tetmay yeshi o'tadigan qizlarda ko'riladigan isitma qiziliqiga o'xshash yoshirin bir o't. Og'riqlarga xos suzuklik bor edi. Tam quyoshi bu yuzdagi behmu nozik ma'nilik ifodalarni shunchalik aniq ko'rsatdiki, bu yosh yigitning hushidan ketgudek bir holda yig'lig'usini keltirdi. Iztirab yosh qizning yuzini shu qadar go'zallashtirib o'tishini Kamron hech ahliga keltiradi. Farida lavlarda tabassum bilan burunqi ohangga sap mum va shikoyat qo'shilgan jaranglik ovozda bolalik xotiralarini so'zlaydi. Kamron g'ayratga kelib, uningdan keyingi hayoti haqida so'radi. Farida tamkin bir qiyofatda beshini lang'ishtirib turib, esimdan ko'tarilib ketdi Kamron. 15 yoshimgacha, ya'ni bu yerga kelgichi bo'lgan voqealarni eslayman. Uningdan keyingilarini tuman qaplab ketdi. Ko'rolmayman, dedi. Bu so'zlarni deganda ko'z oldini tuman qaplab boradi. Beshini burab, yiroq-yiroqlarga tikilib qaraydi. Farida o'tib ketgan bolalik xotiralarini so'zlab bo'lib, birdilla hayotining keyingi 5 yiliga ko'chdi. Hoji Kalfaning ahvolini, Zaynala yezi boshliqining so'zlarini, mudir Rajab apandining qiliqlarini aytib berayotganda kulib turgan ko'zlari, jonlangan vujudi ba'zida sababsiz g'arg'inlikqa cho'kdi. Shu chaqda ovozidagi sezilmas sof nola texmi cho'nqirlashib, alamli yurak sadosida titraydi. Farida suv bo'yidan so'z ochganda Kamron ko'zini yumib, "Ya Xudo, bu hiliqi beshini yosh ko'ginining tizig'i qo'yib ko'ziga tikilib tambur chaldirgan sharqiratmaning bo'yi bo'lmasin yana?" deb o'z-o'zidan so'radi. Chaliqushi hayotiga doir ma'nisiz, ahamiyatsiz narsalarni so'zlagandan keyin birdilla esiga kelgandek. "Kamron, sana texchila tag'angning rasmini ko'rsatmabdiman", dedi va bo'ynidagi inchki oltin zanjirlik medalyonni Kamronga uzatdi. Yosh yigit todirib ketganini, titrayotganligini bilindirmaslikka tirishib rasmni oldi. Farida uning bilan birga rasmni ko'rish uchun beshini enishtirdi. Yuzi Kamronning yuziga yaqinlashdi. Uning chiroyiga qarag'ina Kamron, naqadar oliyjanob, yaqinlik chiroy, shunday emasmi? Yigit bilindirmasdan ko'zining qirida Faridaga qaradi. Farida shunchalik berilib, mehr bilan rasmga qarab turg'ashqa buni bayqamadi. Bu minutlar Kamronning hayotidagi eng ochiq iztirobda esyap minutlar edi. Demak, Faridaning nozliq, yaqinlik, pok go'zalligi bu oqchashlik, qo'pol, ko'rimsiz qiyirg'i nisb bo'ldi. Kamronning ko'z oldiga dahshatli bir manzara keldi. U Faridani uyalg'inidan qizargan, yerim ochiq shahlo ko'zlaridan yosh to'kkan holda, ma'sum bolalarning lavlaridagi yo'lurushdek titrash bilan Bilqut xazinasi bu qiyirning qo'llarida tipirlayotgandek ko'rindi. Chaliqushi uning ko'ziga qaramay turibmi, uning xiyolini sezgandek yenikkina saskandida asta medalyonni ilib bo'yniga esib oldi. "Menga ruxsat qil, Kamron. Bugun mehmonlar bo'lsa kerak", dedi. Chaliqushining o'ziga qaytganiga 10 kun bo'lgan edi. Aziz bey har kuni oqshimi: "Bayqidinglarmi bolalar, uyimiz boshqacha bir tus oldi. Chaliqushi bu qitim qorlig'ashga o'xshash qanotlari bilan buxor ilib keldi. Afsuski buxorning yana bir kuni o'tib ketdi", deb takrorlaydi. Farida kulib turib, "Hech qisi yo'q anishda. Bir necha yildan keyin ruxsat ilib yana kelaman.
Ko'nglingizni yerim qilmang. Oldimizda yana xeyli kunlar bor. Hozirda o'zimizni parishon qilmaylik, deydi. Chala qushi butunlay burunqa asliga kelgan edi. O'tkinchi bo'ronda yiqilgandan keyin quyosh nuridan qayta bahramand bo'lib jonlangan yumron gullardek kundan kunga echilib boradi. U yana bu yerdagi bolalarga boshlamchi bo'lib qoldi. Mo'shkanning 3 yoshli qizidan va uningdan salli cho'ng Najdatdan tortib 17 yoshli Narmingacha cho'ng kichik hamma bola uningdan ayrilmaydi. Ertadan kechgacha chala qushini agishib, vang cho'ng qilib, chahar bog'ni shodlikqa, xushal kulkilarga to'ldiradi. Ba'zida cho'nglar sho'xlikning haddidan eshib ketganini shikoyat qiladi. Lekin ularni yana bir narsa xushal qiladi. Nima bo'lsa-mu, Kamron bilan Farida burun va'dalashgan bo'lg'ashqa, dastlabki kunlarda oradan 5 yil o'tib, putib ketgandek ko'ringan yorining etilib ketishidan qo'rqqan edi. Lekin Faridaning to'lib toshgan xushalligi, uni faqat yiroqdan turib tomosha qilishdan boshqani xohlamagandek ko'ringan Kamronning muңлuq, vazmin baxtiyorligi bir oz bo'lsa-mu, ularni xotirjam qilgan edi. Shundaqdimi ular to'limi ehtiyot qilishadi. Kichik chaqlardagi aka bilan singil tuyg'usini qaytadan kuchaytirishga tirishadi. Kesal uxlab qolgan uyda uyg'otib qo'yishdan ehtiyot qilib, shivirlab gap qilishgandek, ularning yanadami ehtiyotsiz bir so'z chiqarib, u alamlik o'tmishini esiga silib qo'yishdan qo'rqishadi. Ba'zida Aziz bey, yana uzunroq tursang bo'lmamdi, deb so'raydi. Ketish so'zni anglagan hamon doim sal mo'lindigan chala qushi. Mumkin emas enişte. Qandaqli bo'lmasin, chala qushi amdi boshqa o'g'lining anisi. Uning yo'lga qarab turganlar bor, deydi. Kamronga bekmi ta'sir qilgan narsa Farida bilan Najdat o'tirsidagi yaqin do'stlik edi. Ularni bir-biridan ayirib etish uchun bolaning chala qushining qo'lida uxlab qolishini kutishga to'g'ri keladi. Bir kuni Kamron Faridaning Najdat bilan janjallashayotganligini angladi. Chala qushi kulib turib, "Qani Najdat, sen meni yana bir qitim hamma deganimni anglay", deydi. Lekin Najdat uningga bo'ysunmay, tarsaliq bilan seriq chochliq beshini silkitdi. "Opa", deydi. Kamron tortinib turdi. "Qo'y Farida, mayli emasmi? Nem bo'ladi. Bichor shu so'zga muhtojdir balki", dedi. Farida hech narsa demasdan egilib, uzungacha balining beshini siladi. Bir kuni saharda Kamron yipiqliq derazasiga kelib tekkan ushshaq toshlarning ovozidan uyg'onib ketdi. U faqatla Faridaning mushundaq uyg'onadiganligini biladi. Chala qushi uni yo'g'on yong'oq darxi ostiga attiganlik ziyofatga chaqirayotgan edi. Dastlabki kunlarda va'da qilganidek omad turib turadigan sut uning yanida ushshaq sahra to'qashlari va bir qochida varinadek shirinlik hol rangdagi narsa turadi. Farida to'qashlarga bu narsani surkab Kamronga uzatdi. "Meni hunarimni tetib ko'r, Kamron. To'qashlarning ismini bilmayman, ammo bu tatliqning ismini Gulbashikar deb ataydi." Farida ishlarini tugatgandan keyin Kamronning oldiga pakar o'rindiqni qo'yib o'ltirdi. "Endi degina Kamron, Gulbashikar senga yoqdimi?" Yosh yigit kulib turib javob berdi. "Yoqtirdim." "Yaxshi ko'rdingmi?" "Yaxshi ko'rdim." "Yana bir qitim degin." "Yoqtirdim ham yaxshi ko'rdim." "Undaq emas Kamron, men Gulbashikarni yaxshi ko'rdim degin." Kamron bu bolalarcha qiliqni tushunmasdan kuladi. "Men Gulbashikarni yaxshi ko'rdim." Faridaning ko'zlarida, mang'izlarida o'tlar yinib, uyalganidan kirpiklari titrab, yuzini uningga yaqinlashtirdi.
xuddi yig'layotgan boladek bo'ynini qisib pichirlab degidek. Kamran, yana bir qitim men Gulbashikarni yaxshi ko'raman degin, dedi. Yigit xoliqini bamisi yig'lay deb turgan boladek titrashga boshlagan bu lavlaga hayajon ichida ajablanib qaraydi. Keyin sababini o'zimi bilmaydigan bir ishki sezim bilan titrab turib, men Gulbashikarni bakmo yaxshi ko'raman, sen xoliqingdek yaxshi ko'raman, dedi. Farida bolalarcha xushallik bilan chavak chilavatdi. Lekin lavlar kulib tursimi, ko'zlarida yosh ag'iydi. Ahmiyatsiz narsa uchun yig'ilgan boshqa birsini ayblagandek ichida. Bu nima saranliq? Umrni yoqtirutqani uchun shuncha xush bo'lish talviyliq-ku, deb kuladi. Va o'zini masxara qilib, barmoqlari bilan ko'zlariga yoshni surtishga tirishadi. Lekin yoshlari zodila to'xtamaydi. Oxir taryaqqa o'xshagan bir xil bo'g'iq ovozda o'ksib yig'lash bilan tang yuzini to'sgan peti qechib ketdi. Anglayotganinglar dil qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Bir kuni kechqurun Kamran aynishchisi bilan birga bozordan qaytgan edi. Balalar doim ularning kayginini yiroqdan ko'rish bilan darvoza oldiga tizilishni, meva-cheva, kamput, shokolad ilishni odat qilib olgan edi. Kamran ularning nesivisini tarqitib berayotganda putlariga ushshaq toshlarning kelib tekkinini sezdi. Oxirgi o'lishni taqib bo'lib atrofga qaradi. Bu chala qushi edi. Sal nerida yo'g'on kashtan daraxining yanida turib, qo'li bilan ishorat qiladi. Maqsadimizda tushungansiz, Kamran bey. Bu yerda bizmi bor? Farida chaqchaq yoki sho'xlik qilg'isi kelganda doim uningga siz deb so'zlaydi. Hozirmi kulib turib shunday dedi. Siz mening bosh ekanligimni tamoman unutgandek turasiz. Nesivam qani? Burunqi qilmishlaringizni unutib ketdi deb o'ylamsiz, apandim. Nesivamni desangiz unchiqmayman. Bo'lmasa, ko'ni glas vaqasi bugun kechqurun dasturxon ustida takrorlandi. 10 yil avval mushu darvoza oldida qilganidek hozirmi tilini chiqarib kuladi. Kamran kulib turib paltosining yanchiqidan bir qutini chiqardi. Otig'inim bakan Farida, yaxshimi ta'lim bakan. Bir quti fondanni hech kimga ko'rsatmay o'zimni yey deb olgan edim. Amal qancha, bu hujumga yo'liqdi. Faridaning yuzida balalarcha shodlik parladi. Viyay, nimbiga yaxshi. Lekin bir shart bilan chala qushi. Bularni o'zim og'zimga sep qo'yaman. Qanday bo'ladi? Burunqidek, sen 12-13 yosh vaqtingda qanday qilading? Kamran bu so'zlarni aytgandan keyin fondandan birini Faridaga uzatdi. Chala qushi bir oz ikkilangandan keyin asta beshini so'zib, sal titirgan lavlarini ochdi. Lekin Kamran har qancha qistisimi qolganlarini undaq yeyishni zada xohlamadi. "Mangdagin tamoqdan keyin Najat bilan birga yeyman", dedi. Farida, ikkimiz u yoqlarni aylanib kelaylik. Qarag'ina, dengiz nima degan chiroyliq. Paranglashib, dengizni tomosha qilib kelaylik. Ma'qul, bu qutini uyga akirib qo'yib chiqay. Bir oz kutib tur. Kamran tunji qitim uningga tegishga jur'at qildi. Berikidan tutib turib. "Yo'q Farida, sana ishonchim yo'q. Bir oz saqla, hozir kelaman deb kelmaysan. Mubodi kelsangmi, qachon, qanday kelasan?" Shundoq, sana ishonch qolmadi, dedi. Farida hech narsa demasdan beshini egib, uning bilan birga asta minishga boshladi. Bu oqshom Kamran ma'yus ko'rindi. O'zini tutamay, qisqa kelishmagan so'zlarni aytib, to'xtamay zorlanadi. U bag'an sari qo'yiqlashayotgan qorong'ulikda uchib ketayotgan qushlarni ko'rsatdi.
Sen mi bulağı o'xshash bir az kundan keyin uchib ketsan, shundaqku, dedi. Hammalaringni, jiyanlaringni, ko'ni do'stlaringni, balalik chaqlaring o'tgan yerlarni yana tashlab ketish seni azoblamamdi. O vaqtda boshqalarni baxtli qilib, o'zingni baxtli yashag'iningda sen tashlab ketgan xarobda baxtsiz o'ning perişan hali seni azoblamamdi. Farida javob bermaydi. Hatto anlamagandek qora qalam bilan kamput qutisiga bir nimalarni sizish bilan mashg'ul edi. Kamron ochiq bir shikoyat bilan: "Javob bergan yo'q, Farida", dedi. Chala qushi o'ychanlik bilan uning yuziga qaradi. "Kechirgin Kamron, xiyolim boshqa narsada edi. Nimaligini anglamay qopdiman. Bir chaqlarda men bir naqsha anglagan, lekin shu chaqda unutib qolgan edim. Hayronman, nima uchundir hozir birdilla esimga tushib qoldi. Unutib qolmay deb yozib Qalisang o'qig'in. Men muzlashga boshlab kirib ketay", dedi. Kamron qutining kayni tarafiga qolaymaqon yozilgan 4 misrani ko'rdi. "O'tliq ahim ashturma mening og'zimni zinhor, zolim meni so'zlatma, qalbimda nima bor. Bilmasmanmu qilmishingni, aylima inkor, zolim meni so'zlatma, qalbimda nima bor." Bu voqeadan keyin 4 kun o'tdi. Farida bu kun do'stidan o'zini qochirib yurdi. Kamronning uning bilan yolg'iz qilish niyatida o'ylab topgan bahonalari, qo'liqlari bekorga ketdi. Mubada boshqalarning yanida so'zlashishga to'g'ri kelsa, yuziga qaramaydi. Ko'zini to'qinishtirmaydi. 4-kuni kechga yaqin uydagilar bola chaqalarni elib mehmonga keldi. Ular xubtandan burun qaytib kelolmaydi. Kamron uyda o'ltirg'isi kelmagachga sirtda qattiq shamol chiqib, chang-to'zon ko'tarilganiga qaramasdan aylanib kelishga maqdi. Yiroqdagi to'piliklarda shamol gurkiraydi. Ko'rinmas yomg'ir tomchilayotgandek daraxtlar silkinib shuvuldaydi. Ko'z yetgusiz so'zib ketgan yo'llarda chang quyullari aylanadi. Kamron chang-to'zon ichida qoldi. Bir necha qadamda bir to'xtab, shamolga kaynini qilib olishga majbur bo'ladi. U yalang'och to'piliklar bag'rida cho'ng bir qovoq tashlayverdi. Yanada qurib qolgan jonsiz inchki daraxt to'xtamay langshiydi. Kamron yo'lini shu tarafga boradi. Toshning bir bulung'ida shamoldan panohlanib o'ltirdi. Shunchalik yo'rildash, ansizchilik qaramasdan hamma yoq bugun xuddi poyonsiz ketgan cho'ldek bo'sh ko'rinadi. U tabiatni hech qachon bugungidek ruhsiz, jimiki go'zalligi tamoman keraksiz narsadek hayotini bu qadar umidsiz ahvol ko'rmagan edi. Yiroqda xuddi dengizning ichidan boshlangandek bilingan yo'lning dengizga yaqin yerida kiyimning rangidan qaraganda bir ayolning qorisi ko'rindi. Kamron sababini o'zimi bilmasdan do'ngdan tushib, u tarafga qarab menga majbur bo'ldi. Bir ozdan keyin u Narminning holrang paranjisini to'nadi. Yosh qizmi uni ko'rgan bo'lsa kerak, yiroqdan kunlikini planlatdi. Kamron nemishqa Narmin boshqalardan ayrilib yolg'iz kelyotdi deb hayron bo'lib, texmi itdek mengishga boshladi. Yosh qiz shamolga qarshi engishib olib, bir qo'li bilan etikini, yana bir qo'li bilan yirtqush-qushning qanotlaridek lapanglab uchayotgan chumbardisini tutadi. Qizning yuzini ko'rish bilanla Kamronning yuragi so'qishga boshladi. Narminning paranjisini yipingan Farida edi. Bir-biriga yiqilib qolganda shamol Faridaning kunligini uchirib ketdi. Chala qushi vaqrab uni tutmoqchi bo'ldi. Shamol uning etikini, chun pardasini uchirib, sochlarini to'zdirdi. Kamron dal vaqtida yetib keldi. Kunlikni bir chotqol to'yda tutib oldi.
va Faridaning yiniga berib, paltosi bilan shamolni to'sib, Faridaning paranjisini yipini bilishga yordam qildi. Chaliq qushi. Dal vaqtida yetib kelding, Kamron. Bo'lmasa shamol meni haqiqiy chaliq qushirek uchirib ketgan bo'ladi, dedi. Farida yana bir nimalarni demoqchi bo'ldi-yu, lekin shamol engishib olishga, ko'zini, og'zini yumishga majbur qildi. Kamron paltosi bilan shamoldan to'sib mengishga boshladi. Farida so'zligidek bir holga kelgan edi. U so'zlashdan ko'ra kulishni afzal ko'rgandek qiladi. Go'yo kulki shamolga yo'liqqandek o'zini tutolmasdan kuladi. Kulkidan teliqib turib sababini so'zlashga boshladi. Nemishqa kulayotganimni bilamsan, Kamron? Mehmonda o'ltirib, bozorda bek muhim ba'zi ishlarim borligi yodimga tushdi. Ustimda paranjam yo'q edi. Tabiiy, bunda qoldiq ko'chaga chiqolmaydim. Bechora Narmin menga yaxshilik qilib paranjisini berdi. Bayli paranji bilan bozorda ketib o'tatdim, bir ofitser menga ergashdi. Yetishib olib, Narmin xonim, bu yerga kelibsiz. Bu nima degan kutilmagan baxt demasmi? Narminning menga yaxshilik qilaman deb sirni oshkorlab qo'ygani menga bek qiziq tuyuldi. Shuni o'zimni tutolmay kulib ketdim. Shu chaqda ofitser xatolashganini bildi. Shundoq bir alpozda qashdiki, bechora Narminning o'rnida cho'pching bir xotinni ko'rsa, qashmay nima qilsin? Kamron kulimsirab turib anglaydi. Farida so'zini davom qildi. Lekin bechora qizning sirini sana deb qo'yib yomon qildim. Hey mening bu og'zim. Jon Kamron, Xudo haqqi hech kimga dema bo'lamdi. Kim biladi? Narmin uni yaxshi ko'rib qola. Shularga bir yaxshilik qilib va'da beraman Farida, lekin Narmin tixi kichik balog'i. Farida shikoyat qilayotgandek zaif ohangda. Balkim, lekin bunday bolalarning qalbi ko'rinishidek bo'lavermaydi, dedi. Shu so'zlardan keyin chiqsila jim bo'lib qoldi va yonma-yon yurishdi. Shamol pasayib boradi. Ularning qadamlarini ostilatdi. Yo'lning tugab kelishidan qo'rqqandek qiladi. Kamron parishon holda o'ylaydi. Boylatishi tabiatni butunlay bo'sh, o'zimni tamoman keraksiz bir odam deb his qilgan edim. Endi holrang bolalar paranjisi ichida titrayotgandek ko'ringan bu nozik, zilva, go'zal vujudni oz vaqt bo'lsin shamoldan panoh qilish menga ishongisiz cho'ng baxt keltirdi. Aslida hamisha mushundoq bo'lishi mumkin edi. Bu go'zal kichikkina jonni baxtiyor qilib o'zimni baxtli bo'lardim. Afsus. Xayol ichida qadamini ostiltib ketayotgan Farida yana so'zlashga boshladi. Lekin arzimagan narsalar ustida so'zlaydi. Har nima bo'lsa-mu, bu qisqa sayohat meni bekmi xushal qildi. Endi 1-2 yil buning lazzatini suraman. Keyin hammalarni sevginsam, yana kelaman. Shunda qilib yillar o'tadi. Chochlarim asta-asta oqirishga boshlaydi. Seni xuddi shunday bo'ladi. Biz bir-birimizni ko'rganda tabiiy xushal bo'lamiz. Aksicha ayrilganda bir oz hasrat chekamiz. Kim biladi, kunlarning birida balkim butunlay qaytib kelaman. Shunaqa emasmi? Hayotda hamma narsa bo'ladi. Shu chog'da sen rostmi mening akam bo'lib qolasan. Cho'nglar birining keyindan biri ketib qolganda, bizlar bir-birimizning qadriga texmi yetadigan bo'lamiz. Ushaq tushak, ahmiyatsiz kamchiliklarimizga texmi parvo qilmasmiz. Shunda qilib umrimizning oxirgi yillarini bolalik hayotimiz o'tgan yerlarda bilyardning bezidek ko'rinmas yorining alamlik shikoyati ovozda aks etadi. So'zlarga yoshirin mung va parishonlik bag'ishlaydi. Ikkisi yo'l ustida bola yetligan tilamchi ayolga uchradi. Yalang'iroq bola ularning atrofida aylanib, o'riq qo'llari bilan Faridaning etaklarini silaydi. Kamron ayolga sadaqa berdi.
Farida doim kichikgina yetimlar bilan munosabat qilib yurgashga bolaning beshini silashdan yerganmidi. Ular mengishqa tamshalganda tilamchi ayol duo qildi. Xudoyim sizlarni bir-biringlardan ayirmasin. Xudoyim bu chiroyli xonimni sana nasib qilsin. Ular ixtiyorsiz turib qoldi. Kamronning qalbidagi jimiki alam ko'zlarini aks etdi. Farida, bu ayolning deganini angladingmi? dedi. Bu savolga ikki tomchi yosh javob bo'ldi. Ular bir-biriga yaqin kelishga petinolmay yo'lini davom qildirdi. Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Turkiya yozuvchisi Reshat Nuri Gontekinning Şenjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Chaliqushi nomli romanini bugun mushiyagicha anglatdik. Davomini keyingi anglatishimizda davomli anglatamiz.